Xo'sh, mebel korxonasiga shunaqa Bittrex ichida yechim qildik. Bu programma qabila mebelchilar uslugiga mebel qilishadi va mijozlarni zakaziga qarab mahsulotlar olib keltirishadi o'zligisini поставщиклaridan. LDSP, LMDF shunaqa narsalar skladda ko'pincha yig'ib o'tirishmaydi. Ular uchun qaysi tovar qaysi сделкаga, ya'ni qaysi klientga olib kelindi va qayerdan olib kelindi o'shani spesifikatsiyasini ko'radigan qilish kerak edi. Bittrex o'zini standart настройкасida bu narsa yo'qligi uchun biz buni qo'shimcha qildik. Xo'sh, bizda ikkita filiali bor. Panelli bilan Qoraqamish. Va bu yerda katalog degan joyi bor. Bu yerda qaysi tovar qaysi поставщикda borligi ko'rinib turadi. Va tovar yaratish bo'limi bor. Tovar yaratish bo'limida yangi tovar yasab, qaysi поставщикda borligini belgilab ketsa bo'ladi. Bu Bittrex boshqa joyga kirib o'tirmasligi uchun qulay qilingan. Bu yerda dokumentlar bor. Dokumentlarda qaysi сделкадан qanaqa edi bu yerda? Kimga nima kerakligi? Qaysi klientga qaysi produkt kerakligini spesikasi ko'rinib turadi. Bundan tashqari mana shu spesikani dostavщикlarga, ya'ni o'sha olib keladigan shopirlarga berib yuborish uchun kopiyasini ham qilsa bo'ladi. U buni belgilanadi va kopiya bosiladi. Bu tovarlarning pozitsiyasini kopiya qilib beradi. Buni hammasini tanlash qilinadi. Kopiya qilinsa, Ctrl C bilan Telegramga tashlab qo'yilsa, shu produktlarni yig'ib olib kelgan degan spiska bo'ladi. U o'shalarni dostavщикlar yig'ib olib keladi. Поставщикларning ham nomlari bu yerda ko'ringan bo'ladi. Undan keyin сделкаlarda qaysi Ibrohimda misol uchun qaysi tovarlarni olib kelish kerakligi spiskasi bo'ladi. Bayonot o'rnatma dokumentlarda bu yerda nima tovarlarni olib kelish kerakligi spiskasi bo'ladi. Ya'ni prixod qilinishi kerak. Buni misol uchun dostavщикlar olib kelgandan keyin qabul qilib oladigan odam bu yerdan belgilab qabul qilib oladi. Shunaqa yechim qildik mebel korxonasiga. Agar sizlarga ham shunaqa noodatiy yechimlar kerak bo'lsa, Bittrex funksiyasi yetishmaydigan bo'lsa, murojaat qilsangiz bo'ladi. Nafaqat mebel emas, boshqa yo'nalishda bo'lsa ham.